Assalomu alaykum, ajaka qanday ahvollari, yaxshimi? Mening ozroq vaqtim borka, choy ishga 9da yig'inim bor. Necha oyning oldida Turkiyani tillagan vaqtlarda men sizlarga nima dedim? Eslarga sap qo'yay. Turkiya Yevropaning ta'mini tetigan davlat. Xitoy bilan odosh bo'lib ketmaydi. Haman qaytib keldi Amerikaga. Yevropaninki demokratiyaning ta'mini tetigan davlat deb eslarga sap qo'ydim. Sizlar deganlar Yamnibeka xonim, siz nima deyapsiz deb ochiqlab so'zlaganlar. Deganim ki vatamda. Endi qahvarim nishtay. Abdulla. Ma bizning Uyg'urlar Saudiya Arabistonni islom davlatlariga sal qaraqlab. Agar Uyg'urlar sal aqlini bilgan bo'lsa, Saudiya Arabistonning Xitoyning oldida Saudiya Arabistonning putini yug'an bo'ladi, milliy manfaatimiz uchun. Ammo ko'zga ilmoqliq bizning Uyg'urlar bularni Xitoyga setilgan, undaq bo'lgan, bundaq qilgan deb siyosatni yaxshi bilmay turib. Men tashkilotlarda ishlagan bo'lsam, Uyg'ur davosida 8 soat o'tirib maosh olib ishlagan bo'lsam, men Saudiya Arabistonning putini yuvib, chopiniga ching esilgan bo'lardim. Bütün pul shu yerda, bütün siyosat shu yerda. Bizning Uyg'urlar taxi buni bilmaklik taxi. Buni biladigan qadar yana 15-20 yil ba'da qiladi. Shu rostaysiz Abdulla, rostaysiz. Ba'zi boshqa millatlarningki o milliy bayramlarini tabriklab tashkilotlar bayonotlarni e'lon qilib chiqirdi. Shu nimalarda Facebooklarda tashkilot ishlayotganlar. Lekin tashkilot nomidan bir qatim bizmi musulmon, siz bütün musulmonlarning podshosisiz, sizning haytingizni tabriklaymiz degan bir atal bayonotnoma yoki bir atal tabrik yoki bir atal muboraklash tahi Uyg'urlarning nimasidan ahlidan o'tguni yo'q tahi. Xeyli bo'ldi men bunga qarab diqqat qilyapti. Hatta Uyg'urga aqlini tepishdan yana batıq 15-20 yil munda qarab baxsam. Tillim oynaqliq. Foydalanishonga men qanchalik demay. Uyg'urning qizlari Xitoyning qo'ynida yetib ketdi. Erlari Facebookda, WhatsAppda oynaqliq. To'xtab tur, unda bo'lsa ma chiroyli qizvalni Xitoyning qo'ynida yotqazgandan, ma Saudiya Arabistonning bir shahzodasiga qo'shqo'llab, paketlab berib, Mani alama Uyg'urning bir qizini, zulm tatgan bir qizni, sening xizmatingni qilsin deb ashning qo'yniga selib, foydalashni bilmaklik. Shunchalik daraja Xitoyning qo'yniga sap qo'yis qarab turuqliq, lekin Saudining bir shahzodasining qo'yniga selib ishni hal qilib keling deyanmaklik Uyg'urlar shunchalik ishni. Tarixdan buyon shunda bo'yatdi. Şu an bu tatvatkan günümüz bazı haqtab qalsaq bo'ladi, beka-bekadan kemmeydi. Özümüz musulman turib, aqlimizni tapmaqliqdi.